Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizi başlayımız. Leksiyede sizi gayıyoruz. Washington'dan sözdeyimiz. Bugün çislağa 2023 yıl 2023 yıl 7. ayının 20. günü vatandaşım. Bugünkü vaziyetimizden eşek Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Joe Biden'ın fevkalade kelimat elçisi John Kerry efendim Beijing'de ziyareti 3 günlük ziyarette qaraganda Reis Xi Jinping'nin pozitsiyasi tezi yaxshi bo'lmagandek. Bu bir vaziyet. İkincisi, Kissinger, sabık diplomat ve sabık devlet işler katibi Kissinger Beijing'de bu cüngülükten yaxşı dostu bu adam. Hazır endi ve Wang Yi bilen görüştü. Devlet Müdafiə Ministri Li Shangfu bilen görüştü. Ondan keyin Reis Xi Jinping bilen mi görüşkendek durdu. Endi bu qatada yetip kelgen haberde Kissinger Cungo'nun diplomatiya veziri yoki diplomatiya ministeri Çingan bilen mi görüşemdi deb bir sual koyuptu. Bu acayip gepe vatandaş. Yani bir vaziyet Cungo'nun Washington'da turuşuq baş elçisi şefin yakında Aspen tədqiqatının birde yığınğa qatnaşıp şundaq degen ki kişiler çekilmesin ben kişilerge çekilmayman, kişiler çekilsin ben kişilerge çekilmen. Aynı çağdaki Mao Zedong'un siyaset şuarını Aspen yığınıda tekrarlaptı. Hazır 2 nefer adam hesapta hükümet vekilini etkandı fakat bir nefer emeldar. John Kerry Beijing'de Kissinger efendi bu hükümetin vekili emas dedi tünü günlerden silah yetkizdik. Devlet İslam Mahkemesi bayanatçısı Miller efendi. Muşlan Seliştuğan'da adam hazır benim diyemeyimiz vatandaşın bu devletle otururuz münasebet ko. Yani birisi hazır Rusya Prezidenti Vladimir Putin şimdi dedi ki Karadeniz'de ki ötken köşken kemi ve parxotlarının hemmisi Ukrayna'ya kelidi degan bahane bilen bularni harbiy nişan qalımız. Bu endi qalcırlıkmı yoki talbilikmi ufqun olmaydı. Endi bu parxotlarning hemmisi de Karadeniz'nin bütün huquqidagidek hazır Türkiye'nin qo'lida ekan hesapda. Anan bunda qattiqlik qilolmasligi mumkin. Rossiyadagi shundoq debdi. Ikkinchi bo'lib Hazır Rusya atkan bir bomba bir raketa Mikhailovski demdi Nikolayevski şehri yani Donbass'ki Odessa'daki şu şehir güçtü. O şehirde Cungo'nun konsulxanası var ki vatandaş. O konsulxana veren bottu. Hazır kısaca haberlenmiş o. Bunun içindeki haberlerimizin ciddiligini Erteren başlap görümüz yana vatandaşlar. Sizlerge tayyorlab kelganligimiz elbette bilisizlar bugün bu haberler kelishdan burun. Bugün tayyorligimiz sizlerge Jungtian axboroti. Tayvanda 2 xil axborot o'rni bor. Biri Dongsun axborot o'rni, balki ommaviy xarakterlik axborot o'rni, ikkinchisi Jungtian axborot o'rni. Biz hazır Alyaska söhbeti doğrusu da Tayvan'daki anlatışlarını sizlerge devamlı anlatıp geliyoruz. Ve bu torbet organlarının ve bu axbarat organlarının tutkan muamelesi. Yaki bunun riyasetçilik kılıvatkan film, video film işlegende riyasetçilik kılıvatkan kişilerin Alyaska söhbeti tutkan muamelesi. Bir yerki muamele degende ne desiniz hürmetli vatandaş? Devlet İşler Katibi Antony Blinken, Amerika Koşmuş Ştatlarının söhbet vekili Eğizli Eçiş Bilal'la dedi ki
Şinjan, Uyg'uriston, Hong Kong, Tayvan bu Jungo'nun içki iş emas. Hazırgacha mushu cümleni içki işi bolupla kalmasın deb özgertdi. Dağlıq matbuat organları. Ondan keyin yana bazı bu xabarni anglatquchilar torbat film ishliguvchilar Tayvan deganni birinchi o'ringa qo'yib oldi. Shangang deganni ikkinchi o'ringa qo'yib oldi. Hong Kongni Xinjiang degan ismni uchinchi o'ringa tushirib qo'ydi. Masalan, Uyg'uristonni asli davlat ishlar kotibi Antony Blinken shundoq dediki, boshda aytgandek Uyg'uriston masalasi, Hong Kong, Tayvan Jungo'ning ishki ish emas. Endi mushu masala o'tganda bir qatim dedik, bugun yana bir deb aytaylik. Bu suhbat maydonida deyilayotgan masalalar emas. Axborot sohasiga chiqib, muxbirlarning oldida davlat ishlar kotibi Antony Blinken buni yana bir qatim eg'izga oldi. Xinjiang deganni ayrim eg'izga oldi. Vatandaşım, mushu axborotchilik masalasi siz biz diqqat qilayotganimiz, endi siz biz diqqat qiladigan bir medialar bo'lib qoldi bular. Uyg'ur to'g'risida xabar berayotgandan keyin endi qaysi vaqtda qanday ishiltidi, qaysi vaqtda qanday ishildi, nima uchun farqlandi? Bu yerdagi gap nima axborotchilik qoidasi hamma uchun o'xshashdir balki, lekin davlatlar aro farqi bo'ldi. Shuni bilib oling. Tayvan bo'lsin, Jungo bo'lsin, bularning hammasi tegiteshti Hanzu milleti. Yani yazı Tayvan dökmirallık kılıvatkanı mı Hanzu milleti, Tibet dökmirallık kılıvatkanı mı Hanzu milleti, Uyg'uriston dökmirallık kılıvatkanı mı Hanzu milleti. Şunu bulada axborotchilikda qadam bir, söz, ibora bir, pozitsiya bir bulup qoldigan ishlar bo'ldi ekan vatandaş. Lekin bundaq yo'llarda Uyg'ur axborotchilarining tushugimi kirmaydi o. Mesela axborot sohasidagi oriyatchilik. Sen o'zining manfaat to'g'riliq so'zlashdan iborat oriyatchilik degan narsa bu Uyg'urlar ishlayotgan medialarda bu yo'qning o'rnidagi bir gap vatandaş. Buni taktiyamam murakkab yada vatandaşım. Şunu bugün bu mavzunu taşlamayman dedim. Bugün bu anlaydıqlarınlar Jungtian axborot o'rni. Jungtian axborot o'rni Alyaska söhbeti to'g'risi nima dedi? Men bugün sizlarga shuni topshiraman vatandaşım. Mavzu bundaq. Bütün yer shariga nazar. Mushu Jungtian axborot o'rnining to'g'ri film, video film ishlash kanali. Alayda xabar. Bütün ot kuchi qo'yib berildi. İşkiga ishga qo'shilgan suhbat pardasi yepildi. 2021 yil 3 oyning 20 kuni Alyaska to'liq nusxa mavzuliq video film YouTube'da e'lon qilindi. Video film mundaq boshlandi. Avval mavzu mundaq, avval qo'yilgan mavzu mundaq. İntayın mushaqqatlik ve yani shundaq bevosita. Tarixda belki tarixda eng shiddatlik o't kuchi qo'yib berilgan Amerika Jungo suhbati to'g'risida alayda xabar. Bu mavzu albatta ekran ostidagi mavzu. Ekran ichiga yozilgan mavzu mundaq. Tarixdan beri eng qattiq o't kuchi qo'yib berilgan Amerika Jungo suhbati. Belki mavzuları, mazmunları bütün dünyaya tarqaldı. Alyaska suhbatining mavzuları, mazmunları şu kunilar bütün dünyaya tarqaldı. Bu filmni ishlagan torbiti yoki aptori bütün yer shariga nazar. Torbiti Jungtian axborotining tarkibidagi torbiti. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi Antony Blinken Jungo Kompartiyasining yuqori darajalik diplomatiya amaldori Yangjechi mushaqqatlik suhbat va masalalarni bevosita oshkorlagan suhbat Amerika Jungo suhbati pardasini ochdi. Diqqat vatandaş, endi bevosita oshkorlagan deydi, shunaqmi? Mush jumlaga diqqat qiling vatandoshim.
bevosita oshkorlagan suhbat. Amerika-Jungo suhbati pardasini ochdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Oqsaroy davlat bexatarligi maslahatchisi Zak Sullivan, Jungo Kompartiyasi Tashqi ishlar ministrligining ministri Wang Yi ikki qo'shilib suhbat o'tkazdi. Amerika Pash Jungo Kompartiyasini butun dunyoga tahdid soldi deb tanqid qildi. Jungo o'zingizga o'zingiz ega bo'ling deb javob qaytardi. Ikki davlat Amerika-Jungo munosabati xuddi Alyaskaning ovosidek so'g'uq. Amerika-Jungo suhbati boshlandi. Miltiq dorisi hidi quyuqlashdi. Amerika ittifoqdoshlarini ittifoqlashtirib, o'ziksiz Jungoga qarishtirib keldi. Amerika-Jungo suhbati miltiq dorisi hidi quyuqlashdi. Ikki qatim takrorladi. Amerika taraf suhbat vakili davlat ishlar kotibi Antony Blinken mundaq ko'rsatdi. Suhbat mavzulari intayin kam, ochiq yo'riq so'zlashayli. Jungo suhbat vakili Yang Jiechi mundaq dedi. Amerika xalqaro jamoat fikriga vakillik qila olmaydi. Jarayon ochiq yo'riq bo'ldi. O'zaro ixtilof ko'rildi. Amerika Jungo yuqori darajaliklar suhbatining bosh oyog'i ko'rindi. Amerika Jungo yuqori darajaliklar suhbati oxirlashganda birlashma bayonot e'lon qilinmadi. Amerika taraf suhbat vakili davlat ishlar kotibi Antony Blinken mundaq suhbat bayon qildi. Muxbirlar, davlat bexatarligi maslahatchisi va men suhbatga qatnashib, bir necha soat vaqt sarf qildik. Jungo suhbat vakillari bilan suhbat elib bordik. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken mundaq ko'rsatdi. Muxbirlarga, suhbatimiz oxirlashdi. Tayvan, Hong Kong, Xinjiang masalasi ko'rdingizmi? Optur o'zgartiryaptimi? Astin qilyaptimi? Peremishligichilar. Tayvan, Hong Kong, Xinjiang. Aslida Antony Blinkenning og'zi dastlabda ochilgan egizli Xinjiang, Uyg'uriston. Bu bo'yicha to'xtaldik. Ikki tarafning suhbatida farqlar ko'rildi. Jumladan Jungoning bostirish siyosati Xinjiangdan, Uyg'uristonda, Hong Kongda, Tibetda elib berilayotgan bostirish siyosati hamda Tayvanga izchil tahdid selishi, yana to'rbatlarda Amerikaga hujum qilish masalasi qatorliq Jungoning addiy harakatlari to'g'risida ochiq va texmi bevosita suhbat elib bordi.